Assalomu alaykum qadrdonlar, navbatdagi mana 06 klientimiz kelibdilar. Tak, holatlari o'ta zo'r emas. Mana ko'rib turibsizlar, mana shunaqa bir defektlari mana bor. Shularni hammasini yo'qotib, tom radno ekan, tom sepmang dedilar. Mana bundoq qilib sepib qo'yamiz. Endi bitta 06 ni ham mana shunaqa qilib sepgandim. Sepib sarkozdan ko'rinmani qilib qo'yamiz. Hop, tomga akantovkalar bo'lgan, akantovka qo'yiladi. Nikellarni ayrim yo'qlarni qo'yiladi. O'zi bolalarni ichintirish boshlab qopti, men bexabar. Mana. Voy, mana joylar bor, mana ko'targan bir narsa chaqnamiz. Elis qo'yamiz, yamaymiz. Mana. Mana eshik pajaq ekanlar, shu ish. Pajaqni to'g'rilaymiz. Ha, ichkarilari tuning bo'ladi. Mana tuning apshifkalarni qo'yiladi, chiroylilardan. Tomga patolalar boshqa qo'yiladi. Sidinalarni yuydirib, sidina himchiska qilinadi. Hop, torpedani ham agar qiziqsa, torpedani ham qildirib o'rishimiz mumkin, tuning qilib. Shunaqa gaplar sizlar qadrdonlar. Mana o'sha sidinaning chiqollari ham çok go'zallar. Bu bitta himchiska qilsa o'chiladi. Apshifkalarni bilmayman, to'mniroqdanmi, ochiroqdanmi patolonni ko'ramiz. Borib tanlab ko'ramiz. Keyin bilamiz, atak moshina bor-ku. Paydarovkadan keyin buni kraskadan keyin ko'rayapsizlar. O'chiladi. Bamperlarni chiroylab qo'ytirib, joy-joyiga chiroylab, mana singan ekan, buni qilib almashtirib, shishalarni stop shishalarni almashtirib. Bag'ida ham o'sha xuddi shunaqa. Mana eshikda bor, mana. Mana shu eshigida ish ko'proq. Eshigida shunaqa defektlarni yo'qotib, chiroylab yangi mollarni qo'yib, bamperlarni qiyshayib, shu bamperlarni chiroylab tekislab deganda xudo xolasa. Bag'ini ham shu mashinalarni yo'qotib, mana ularga kraska tegizib, bonus bitta paydarovka qilib, labo akantovkalarni qo'yib, labo bilan simsa almashtiramiz deganlar. Ehtimol sinib ketguda bo'lsa, almashtirib olinadi. Shunaqa gaplar. Zazorni yo'qolib qolgan. Bu tarafda bor bag'ida. Qanaqadir yo'qolib qolgan. Shu zazorni topib chiqarib qo'yib, chiroyli yo'qlarni o'qib qo'yish kerak bo'ladi. Shunaqa gaplar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kimga shunaqa ishlarga yarabsiz bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kanalimizga uzoqlashmani kuzatib boringlar. Va nihoyat guntobga ham qildim. Guntobdan oldingi holatini to'g'risi olmabman. Telegram kanalim bor, gruppa. O'sha o'tib qo'shilib qo'ysani. Sahifada yozib qo'ygan Telegramga. Qisilkasini bossani promotion qilaman. O'shada kulli ishlarni qo'yib turganman. O'shani chalg'ib qo'ymabman-da o'sha videolarda. Ya'ni kulli 1 minutlik videolar qo'yib turaman. Bunaqasini olmagan ekanman, mayli. Telegramga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar qadrdonlar. Xudo xohlasa endi bu yaxshi qurib olsa 1 kun, 2 kun quritamiz. Chunki bu 2 komponentli gruntobga, do'l qo'shilgan gruntobga salqin qoldi, qo'yib 2 kun quritib, keyin kraska qilamiz inshaalloh. Shunaqa gaplar. Mana xudo xohlasa tayyor qoldi, kraska qilamiz. Kraska qilishga endi vazirlar sip olmasak chiroylab. Salon balon dem pasagan, o'shanga pastroq turibdi. Mana bir hisobda pastroq turgan tomni ham xotirjamroq krasib olaman. Bo'yga yetishga xotirjam bo'ladi. Shunaqa gaplar. Chiroylab bitta sip olsak çok go'zal bo'ladilar. Inshaalloh qadrdonlar kuzatib turinglar. Obuna bo'linglar. Foydalisa qilib qo'yinglar, usta keladiganlarga chiroylab qilib chiqarib beramiz inshaalloh. Shunaqa gaplar.
qolsa endi navbat bunda. Assalomu alaykum. Mana bu Bahodirlarni yig'ishni ham boshladik. Ko'rib turganingizdek tomlagan shumkani pishirdik. Anaqangi patolog bo'ladi, apishka patolog. Ishing apishkalari salon ko'p ashnaqa bo'ladi. Tuningda eski barlarni olib tashlab, o'ziniki eski bari buni olib tashlab, buni o'rniga boshqa zakasni olib qo'ygan. Zo'rdan bor boshqa ma'lumotni bir narsa deyishgan. Torpeda ham mana monitor tushadigan-da. Bunga promo bitta monitor tushadi. Mana barga monitor qo'yilmaydi o'shanda. Anglashkalam shunaqa gaplar. Klassika всегда в моде. Lada us. Shunaqa yig'ish jarayoni ketib turibdi. Mashina yiqqansan, mashina bitgansan qarang. Chiroyli bo'lib yuribdi. Mashalloh. Stoplar chiroyli, shishalari yangi bo'ldi. Bizga yo'lga qo'yildi. Absolutно mashina borgansan. Bakoli o'rnatib. Patologlar mana. Çok güzel. Patolog uchkala. Boshqa sira qolsa yana ham chiroyli bo'layapti mashina. Yiqqansan, bakoligacha yana qo'ydi. Otgan sari chiroyli bo'lib yuribdi mashina ham. Kuzatib bor yana qadrdon. Kuzatuvchilar, navbatdagi 16 biz ham mana xudo xolisa tayyorlar. Biz o'zimiz ishimizni qilib bo'ldi, ammo yana militsiya bo'ladi. Xotiradiganlarni qo'tirib. Maytdagi yo'q. Endi buni olib keladigan bo'lganlar, shuni olib kelsalar shuni qo'yib beramiz. Biz qo'yadigan ishlar ayshib qoldi. Полностью bitta pedrovka. Yengil ustun pedrovka qilib beramiz. Shu bitta narsani qo'yib, uni pedrovka qilib bersak, xudo xolisa olib ketishadi. Qolganini endi elektrikga olib borishadi. Aytganimda mana tuning bo'lgan ishlari, mana tuning apshukada. Patologlar biz komplet chiroyli. Mana qanday bar qo'yishadimi, bu shuning uchun endi elektrik ishlari bor. Torpedalar ham mana qanday qizil rangli. Monitorlar torpeda o'ziga. Ishlar mana shunaqa holatda bo'ladi. Çok güzel. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Shunaqa ishlarga bemalol murojaat qilish mumkin. Xo'p, bular qolganlar shu elektrikga olib borib elektrik ishini qilishadi. Pelismon bagajni xunuk, to'g'risi. Bitta bagajni chiqaribdi. Bagajni tekis qilishga gaz ballon olib borib yudiramadilar. Gaz ballon yechishtirganlarda. Mana yangi shuni qo'ysalar, qarabsizki, ichi top-toza bo'ladi. Chiroyli to'rtburchak qoradan qo'yarlar, zapaska qo'yib qora kiygizib qo'ysalar, bagajchi ham o'ta go'zal bo'ladi. Juda akkuratli, chiroyli bo'ladi. Shunaqa gaplar. Qadrdonlar, kimga shunaqa ishlagansiz, bemalol murojaat qilib, nima qilishingiz mumkin. Xudo xolisa hamma ishini chiroyli qilib chiqarib beramiz inshaalloh. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Juda chiroyli mashina bo'ldi. Egalari ham xursandlar. Kelasi videoda ko'rishguncha yuvib, pedrovka qilib, xudo xolisa keyin yana bir videoga olaman. Inshaalloh. Sal bezrayib qolganligi bor. Keling, plesk yo'q, negadir. Yaxshi. Mana blesk unchalik yaxshi emas. Pedrovka qo'yamiz. Yaxshi ketadi. Assalomu alaykum qadrdonlar. Xudo xolisa mana mashinamiz ham mana tayyorlar. Egalarni kutib turibdi. Inshaalloh bu egalarga topshiramiz. Ko'rib turganingizdek, chiroylilab pedrovkagacha qilib qo'ydim. Endi moyka qilmadim. Aytganimdan o'zi jiyanning mashinasini o'zi yuvadi, tozalaydi, xudo xolisa. Olib borib olib. O'zi moyka ishlarini qiladi chiroylilab. Lekin o'zi belan chiqib elektrikga boradi, uni yaltirashdan ham ko'rsizlar. Yaxshi. Xudo xolisa zo'r.
hozir elektriga olib boradi. Elektrik ishi qoldi. O'zi olib borib elektrikni qo'yib olsa, xudo xolasa yaxshi ketadi. Mashina yaxshi klass. O'ta chiroyli, o'ta go'zal bo'ldi. Oldingi holatda nikellar yo'q edi. Manaqa joylarda xulu joylar bo'ldi. Ular hammasi yo'qoldi. Mana ichlarni mana bunaqa tuning bo'lib, har xil anaqa apishkol o'rnab, bunaqa torpedalar. Eski barini olib tashlab, mana bunaqa barlar o'rnaydi mana. O'shani buni elektriga olib borib o'rnatilgan bo'lgan. Monitorlari bu monitorlarni qo'yib, torpedalar ham monitorli torpedalar zakaz qildirib qo'yilgan. Zakaz qilinmagan, shunaqa o'linib bozorda sotadigan. Hop. Shunaqa patlolar chiroyli. Endi ichlarini bitta yuvib, oyoq taglarini chiroyli ko'rib, solib olsa, xudo xolasa. Buni ham tuning qiladigan. Bu jiyanim ish desa, xudo xolasa agar video montaj qilguncha agar qildirib olsa, buni ertalagami, indinlargami bitgan holatni ham ichlarini ham videoga olaman, xudo xolasa. Lekin mana ustilarini ko'rsam, mana endi bordi mana. Bularni hammasini qilib yubordim. Tomni ham bitta sipora qoldi. Tomni ham sipordim. Oka sipora yani bir xilda bo'laversin dedi. Bo'pti, yaxshi qilasan. Bir xilda chiroyli bo'lib, yangidan bo'lib silliq bo'lib qoldi mana. Xudo xolasa ko'rib turganlar juda go'zal. Inshaalloh mazza qilib men oladigan bo'ladi. Kimga shunaqa ishlar kerak, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kimga shunaqa ishlar kerak, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kelis videolarni ko'rishguncha obuna bo'lgan, obuna bo'ling. Telegram kanal ochganman, Telegramga ham o'tib obuna bo'linglar. Kullu videolarni qo'yib turaman Telegramda. Qadrdonlar. Shunaqa gaplar. Xudo xolasa ketadilar. Mazza qilib minayapti. Chiroyli holatga keldi mana. Yani orqasida ish bor. Aytib qo'ydim. Qiladi. Bu yerdan chiqib elektrik qilib, elektrikdan keyin ochdim. Mana komplekt mana qoradan qo'y dedim. Komplekt qoradan qo'yib yuborsa, unaga to'rtcha bilan olib, buni teshab, mana yerga zapaska qo'yib, uni chiqarib kiyizib qo'ysa, qarabsizlarki, orqadan ham bagaj ichadi. Juda mo'tabar chiroyli holatga keladi, xudo xolasa. Shunaqa gaplar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelasi videolarda ko'rishguncha qadrdonlar.